Sizningcha 5 yildan keyin O'zbekistonda fuqarolik jamiyati qanday bo'ladi? O'zbekistonda fuqarolik jamiyati bugundan уже rivojlanayotganligini ko'rsa bo'ladi. Chunki O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi 2025-yilda o'zini yakunini topmoqda. Endigi davr uchun yangi konsepsiya albatta ishlab chiqiladi, konsepsiya yoki fuqarolik jamiyatini rivojlantirish strategiyasi. Hozirdayoq fuqarolik jamiyati institutlari, ya'ni bu yoshlar guruhlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va boshqa bir institutlar davlat siyosatini amalga oshirishda o'zlarini hissalarini qo'shib kelyaptilar. Davlat siyosatini amalga oshirishga yordam beryaptilar. 5 yildan keyin men o'ylaymanki, davlat siyosati fuqarolik jamiyati institutlarini ishtirokisiz umuman amalga oshirilmaydi. Ya'ni davlat siyosatini amalga oshirish har qanday jarayonda, qarorlar qabul qilish jarayonlarida albatta fuqarolik jamiyati institutlarini ishtiroki shartligi belgilab qo'yadi. Mahalliy nodavlat notijorat tashkilotlarini barqarorlashtiradigan omillar nimalardan iborat deb o'ylaysiz? Mahalliy, ya'ni hududlarda faoliyat ko'rsatadigan nodavlat notijorat tashkilotlarini fuqarolik jamiyatini rivojlanishidagi hissasi juda ham katta bo'ladi va ularni albatta barqarorligi muhim omil hisoblanadi. Chunki hududlarda amalga oshiriladigan har qanday siyosat, hududiy siyosat bo'ladi, davlat siyosati bo'ladimi, nodavlat notijorat tashkilotlarning ishtirokisiz bo'lmaydi albatta. Ya'ni bu qarorlar qabul qilish jarayonlari albatta yuqorida aytganimdek eng muhim jarayon hisoblanadi va nodavlat notijorat tashkilotlarini barqarorligi avvalambor ularni salohiyatiga bog'liq. Avvalambor ularni huquqiy savodxonligiga bog'liq. Avvalambor ularni voqelikdan xabardorligiga bog'liq. Ya'ni qandaydir jarayonda ishtirok etish uchun o'shani faol ishtirokchisi bo'lish uchun o'zini munosib potensialiga, ya'ni salohiyatiga ega bo'lish kerak. Shunda barqarorlik bo'ladi.